Nech pul bo'ldi? Assalomu alaykum. Salom alaykum. Siz charchamaysiz. Rahmat. 9,5 ga sotildi aka. Jupi 9,5 bo'ldi. 9,5 bo'g'oz. Ha. Yaxshi. Zo'r. Barakasini bersin. Nech pul oldi aka? Sotilmadi aka. Ashla bo'lib. Nech pul oldi aka? Bunisini 11,5. 11,5 qilishibdi. Hey! Videoya tildoga chiqardilar. Og'al yurmaydi, chiqlab uzilib ketmaydi. Ha. To'radi. Novoslarga, sigirlarga ketaveradi. Sigirlarga ketaveradi. 30 mingdan qilib beryapti. 30 mingdan. Ha. Xo'p, nimalarchi sariq nuqtalari? Qara nuqtalar bo'yin bog'ladi 25 mingdan tortib 40 minggacha bor. 25 mingdan 40 minggacha. Nuqtalarimiz bor. 10 mingdan tortib nimagacha bor? U 40 ming so'maga. 35 mingga qilib beraveraman uni ham. Ha, bering. Xo'p, mana bu arg'amchilarimiz 5 mingdan 4 minggacha. Mandan qo'ygandan, Buni tanlab oling. qo'yganda Xo'p, bular 25 mingdan oq arg'amchilar. 30 mingdan 35 minggacha qizil arg'amchilar, nuqtalar. Bular qachmalar. Nech pul bo'ldi aka? 26 million. Jupi 26 million. Nech pul bo'ldi aka? dan haligi qo'yimiz qaytibdi, sotilmabdi. Nech pul bo'ldi? Nech pul oldi aka qo'ylar? Shular bilishmabdi. Oluvchilar. Shopir aka nech pul olibdi jupi? 21,5 million. Nech pul oldi aka? 20 million. Nech pul oldi? Shopir aka? 27 milyon 700 ming. Jupi. Jupi. Sigir nech pul oldi aka? Bu sotilmabdi. Uni bilolmadingda. Nech pul oldi aka? Nech pul oldi aka? Buza. Indamen ekan. Narxini 10,5 million bo'pti. Rahmat. Aytib ketsa nima bo'larkin? Nech pul oldi aka? Sotilmabdi. Sen borib so'raverasan. Bunaqa bor. Xo'p. Mana bozorning yakunida sotilmagan, sotilganlarni so'rayapmiz. Qator narxlardan tanishtiramiz. Aytganlar endi qo'ylar. Ashimolni so'raymiz. 15 milyon 200 ming bo'pti. Bunisi nargisi 29 millionga beriladi, to'g'rimi? Quloqda baldag'i bor. Hop, davom etamiz. Real uzunimiz bor. Sotib oldingizmi?
Ana şu kelayotgan ikki go'zaychalar novvos ekan-a? Novvoschalar. Qori necha pul oldi? 10 milyon oldu. Mana 10 million. Ikkovi 20 mi? Ikkovi 20 million. Juft. Baraka topinglar. Sotganga ham olganga ham. Qo'ychalar. Sotasizda, to'g'rimi? Ha, ikkovi shekilli, ikkovi 7,5 dan qaytibdi. So'rang, uzoqdan olyapti. Necha pul oldi aka? 21 milliondan qaytibdi. Qaysi kanali bu? Bumi? Qaysi kanaldan chiqadi bu? Ikkita kanaldan chiqadi. Yo, bittasi qaysi? Umidli dunyo. Umidli dunyo bo'ldi. Katta yuring, Mas'ud tog'a. Yangi ochdi. Adashib turasiz. Bo'ldi aka. Deb qo'ysa xudo xolasa. Mas'ud tog'a ketdi. O eskilar qara. Zamonda aka bu bilan gaplashmay apiris bilan zamonda aka. Qanchadan qaytdi aka? 53 milliondan qaytdi. Bozor yakuniy qismlari. Soat millari necha bo'ldi? Soat millari. Necha pul bo'ldi? Oldingizmi aka? Ha, 76. 76. 76. Ha, bu monta, shunga ham. Qo'y beryapsiz, ha? Bizga 7 milliondan kecha qo'y oldik-da. Qo'yni puliga olibmi? Qirg'iziston shekilli. Qirg'izistonmi? Necha pul bo'ldi? 16 million 300 mingga mana sotilibdi. Yo'q, chiqmading bittasi. Farq bor ekan. Shekillar ham bor. Xo'p, 27 millionga bermadi. Hadi. Chiqishda davom etyapti bozorimiz. Necha pulga? Hadi yaqinroq kelolsin. Aka, Yana bola necha pul oldi? Ha? 30 million. 30 million. 4 oylik qonida bor. Ha, qonida ham bor. Qonida bor. 4 oylik 30 millionga sotiladi. Bormang. Bolasi xunachida yana. Bollarcha yengillab qoldi. Bollarcha yengillab. Xo'p, nech puldan beryapti arg'amchilarda, aka? Metr qanchadan bo'lib ketdi endi buni? Metr aka 5000 so'mdan. 5 mingdan. Bu har xil endi bular, ha? Oqlar bular. 4000 so'mga bu 3000 so'mga bu har xil. Chiqaravering aka yutga chiqaveramiz. So'rasa, Mahsulot o'zimizni mahsulot. o'ziki. Uydan ham borib kelsa bo'laveradi. Yaxshi, ana kelyapti mollarimiz. To'g'ri. Necha pul oldi aka? 13,5 million bu. Qancha ham bo'ldi?
Şokmuvozlar olib chiqib ketib qolyapti, aytib hop. Kelakana novosani bilaylikchi narxini. Sotdingizmi? 8 million. 18. 18. Yaxshi. Bo'yicha ko'tlari yaxshi. Davom etamiz. Akalar, kanalimizni tanishga qilib, like'lar bosib, obuna bo'lib qo'yasizlarmi? Har bozorlarda. Nech pul oldi? Nech puldan qaytdi? 16 qilishadi olishar. Nech pul oldi aka? 3 millionga bermadik. Katta bozor. Bozorda ham Yo'l o'tib ketdi 50 ming. Hozir buni yaxshi ha. Endi videolar shunaqa endi qisqacharoq bo'lib qoldi. Bozorimiz yengillandi bozor. Obunachilaring bilan xayrlashib qo'ygin endi masalan olib qo'yaman. Hop, keyingi bozorlarda ko'rishguncha aziz birodarlar. Bugun 14-dekabr Marg'on kombinat bozorida ishchilardan kanalga sizlar bor. Sigirlarda oldik novvozlar, yosh xunajillar, qo'ylar hammasidan olindi. Hadishga qilib like, obuna, podpiskalar bosib qo'ysalar, bozorga kelolmaganlar xabardor bo'lib turasizlar. Narx-navolardan ancha-muncha bilib turgan yaxshilar bu. Hayvonga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak baribir. Endi hozir kuzatib boringlar, o'tlarni alohida qilib qo'yamiz. O'tlar, yemlar necha puldan sotilyapti. Mana arg'amchilarni orada oldik. Akamizni oldik. Qayta hayvonga albenlar bor. Albenlarni ham olib qo'yamiz hozir. Keyingi nimada chiqadi bu. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Obuna esdan chiqmasin akalar. Aka, shu necha pul oldi? 13 million 200 ming xunaji. E'tiboringlar uchun rahmat.